Alp o'g'lonlari o'lkasi bu, ko'hna Tur'on qalqonlari, qanotlari ilm istang. Yarim jahon bunyod etgan sohib Qur'on Alisherning avlodlari ilm istang. Muhammad Yusuf. Hammamizga ma'lumki, yurtimizdagi barcha axborot kutubxona markazlariga O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida Respublika kitobxonlik haftaligi start berildi. Joriy yilning 22-aprel kuni Bo'ka tumani axborot kutubxona markazi kitobxonlik haftaligi doirasida O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning tavalludining 71 yilligiga bag'ishlanib, She'riyat osmonida porlagan yulduz nomli adabiy kecha o'tkazildi. Ushbu adabiy kechaga 15-sonli maktabning 6-sinf o'quvchilari, faol kitobxon onalar va Muhlaroyim folklor ansambli ishtirok etishdi. Ushbu adabiy kechada faol kitobxonlar shoirning ijodi haqida ma'lumotlar, she'rlar yod olishdi. Adabiy kecha davomida akim xodimlari Muhammad Yusufning asarlari yuzasidan slayd lavhalar namoyish etishdi. Shoirning asarlari yuzasidan kitoblar ko'rgazmalarini targ'ib etishdi. Kechaga Muhlaroyim folklor ansambli milliy qo'shiqlari bilan o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Adabiy kechada 30 nafar kitobxon qatnashdi. Bo'ka tumani axborot kutubxona markazi.